TDM turnir 7 kun muhlat, vaqt ketdi. Bugun 28-yanvar va men общий hisobda 4 ta organizatsiyadan общий 8 ta turnirga slot sotib oldim. Va men buni orqasidan qancha pul ishlab topaman? Unda bugundan eksperimentimiz boshlandi. Shunday qilib biz ham birinchi turnirimizdan boshlab oldik. Turnir shablonini ekraningizda ko'rib turibsizlar. Va men umrimda birinchi marta TDM turnir o'yinini o'ynadim. Birinchi raqibi unchalik pro igrok tushmadi. Shunisiga ham shukr qilaman. Chunki birdaniga bitta kuchli igrok bilan churib qo'ysa, men 4-5 ga diqib tashlasa, meni motivatsiyalarim sinib ketishi mumkin edi. Va men bu o'yinda ishonchli g'alaba, ya'ni 4 bilan raqibimni yutdim. Ammo pravilani to'liq o'rganib chiqmaganim sababli o'yin perigrofga bo'ldi. Ana endi bu xatoni qilmasdan qaytadan o'yinni o'ynaymiz. O'yin boshlandi. Va mana perigrofkada ham raqibni 2 ga yutib, keyingi etapga o'tib oldim. Bu birat bilan to'g'risini aytsam, juda ham gryazny o'yin bo'ldi deb bemalol ayta olaman. Tan olish kerak, raqibim juda ham kuchli ekan. Optim yetishmadimi deyman, shuning uchun tinmasdan men tekin killarni beraverdim. Lekin men maksimal harakat qildim. Atak raqib anchadan beri TDM turnirlar o'ynab yurgani shundagina o'yindan bilinib turibdi o'zi. Va shuncha harakatlar, shuncha o'yin va shuncha vaqt sarflagan o'yinimizni va turnirimizdan bizni tark etdi. Ya'ni men bu raqibga mag'lub bo'ldim. Realni. Bu turnirda safarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Ana endi sizlar bilan ikkinchi turnirni birinchi o'yinini o'ynaymiz. Bu yerda turnir shablon ko'rishingiz mumkin. Общий 32 ta o'yinchi и priz 550 rubl. Bu o'yindagi sopernigim bilan to'g'risini aytsam juda ham teng o'ynadik. Polni shot bo'yicha bir-birimizdan quvlab yurdik va oxirgi 10 sekundda ikkinchi turnir ham biz uchun tugadi. Oradan bir kun vaqt o'tdi va mana bugun ikkinchi kun. Va bugungi kunda birinchi o'yini ham 32 talik turnirda bo'lib o'tadi. Riz ham o'sha 550 rubl. O'yinni boshidan beri sopernikimda qanaqadir laglar va baglar bo'lishini boshladi. Sopernikni otishini ko'rib turibsizlar, qanaqadir bir g'alati bir teleport bo'lib o'tib yotdi. Va bu narsa to'g'risini aytsam meni vobshe qiynadi, vobshe asab qildi. Asab chiqqan desa, bitta menda emas, polni hammada o'sha o'ynagisi kelmay qoladi. Ya'ni tiltga kirib qoladi, xuddi menda. Men o'yinni oxirigacha yutishga harakat qildim, atay lekin vobshe qiyin bo'ldi. Va o'yinni oxirida o'sha bildimki, sopernikni nimadir bor. Va men proxod oldim. Nega deysizmi? Chunki mana sopernikimda store yo'q. Va biz keyingi bosqichga o'tdik. Bu esa Amazing degan igrok bilan raqib bo'lib qoldik. O'yinni ko'rishingiz mumkin. Endi bizani keyingi etap kutib turibdi. Bu turdan ham yaxshi o'tgandim, ammo turnirni organizovat qilgan admin bilan men kattaroq konfliktga borib qo'ydim. Nima bo'yicha deysizmi? Birinchi turda yutganimda ham adminga aytganimda, xo'p degandilar, store so'ramasdan turib. Bu turda yutgandan keyin ham Telegramdan yozib qo'yganim, men yutdim va xo'p degandilar. Va ertasi kun tablitsiyaga qarasam, meni nikim yo'q va adminni nima uchun deb so'raganimda, Joski sokini turnirdan hali yana bitta boshlamagan turnirdan kick qo'ydi. Bu organizatsiyaning turnirlari aralashib o'tirishini tavsiya qilmayman. Xulosa o'zingizlardan. Mayli, har xil bo'lmag'aran solo uchun chalg'imaymiz. Unda bizda keyingi turnir 8 kishilik bo'ladi va priz 300 rubl. Katta 32 talik, 64 talik turnirlarda qatnashgandan ko'ra, mana shunaqa 8 talik turnirlarda qatnashishingiz sizlarga foydali bo'ladi deb o'ylayman. Shunday mumkin, bunaqa turnirlarda ham ja oddiy igroklar tushmaydi. Hozir o'ynab turgan sopernikimni ham ko'rishingiz mumkin. O'yin anchagina yaxshi ekan. Va men qilgan xatolardan bemalol osongina foydalanib ketyapti. Men tiltdan chiqib yaxshi o'ynayman degunimcha ham vaqt o'zi kam qolgan ekan. Va shuning uchun bu sopernikka ham omad tilagan holda ushbu turnirni tark etaman. Keyingi turnir va keyingi raqibga kelsak, birinchi turdagi birinchi raqibim o'sha VPN'chik tushib berdi. Buni bemalol o'yindan ko'rsanglar va sessiylar ham bo'ladi. Shu nerealka, to'g'rimi? Buni VPN'chiligi haqida men sirasi xabar topdim va adminga yozdim. Sopernikdan store olib bering tezdi. Va ne ko'zlar bilan men storeda tekshirayki, ratimizda tashlagan store umuman to'liq emas. Va shundan keyin admin bilan kelishgan holda biz perigrofga qilib yana qaytadan o'ynashga qaror qildik. Qaytadan ratimizda VPNni o'chirgandan keyingi o'yinni ko'rsanglar bo'ladi.
Brat va Benni o'chirgandan keyin qayta o'yinda men Bratni choyini ichirdim va keyingi etapda bizda Cyrus'ga Nikli Brat bilan o'yinimiz bo'lishi kerak va o'yinimiz boshlandi. Tushunishinglar uchun bu igrok unchalik novichok igrok emas. Avvalgi rezultatlarga qaraganda oldin 4 ta 5 ta turnirlarni o'sha yutib bo'lgan ekan va buni ko'rib menda sal hayajon bo'ldi. Nudalcha harakat qildim, chunki Libo kishi o'yinga kirsa ham men yutqizaman deb kirmaydi. Shuning uchun sizlar ham kuchliroq igrok bilan tushib qolsanglar, o'zingizlarning motivatsiyalarini o'zingizlar sindirib qo'ymaydi. Chunki bu yerda ko'p narsani opit, device va xarakter hal qiladi. O'yinga kelsak, o'yin juda ham zo'r bo'ldi, menga yoqdi. Shaxsan yetarlicha qarshilik ko'rsata oldim deb o'ylayman va o'yin durang bilan tugadi. Ikkinchi o'yin men uchun shu paytgacha o'ynagan o'yinlarim orasida eng zerikarlisi va eng gryazlisi bo'ldi deb bemalol ayta olaman. Ko'rsanglar bo'ladi, bizda naq 5-6 minutlab umuman shot bermasdan prosta krisa bo'lib o'tirdik. Va shu joyda men katta xato qilganimni tushundim. Bu turnir pravilasida 2 ta killdan oshmasa regrovka bo'lish kerak ekan. Ammo men uni 5 ta deb o'ylab, umuman push qilmasdan 4 ta kill beraveribman. Sizlar ham agar shunaqa qo'pol xatolik qilmoqchi bo'lmasanglar, men Telegram kanalimga o'tib qo'yinglar. O'zbek tilida TDM pravilasi shu yoqda bo'ladi. Oxirgi turnir, oxirgi imkoniyat. Bugun ko'rdinglar, afsuski umuman TDM turnirlar yutolmadik. Bunda o'zimning aybim juda ham katta. Lekin baribir maksimal harakat qildim. Ushbu videoni olishga TDM turnirlarini va общий hisoblaganda 3 hafta umrim va 90 ming so'm pulim ketdi. Shuncha mehnat haqi videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Buni hech kimga aytmay, ishonchli TDM turnir organizatsiyalarini Telegram kanalimdan topasiz.